Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Avgustdan pensiyalarni qayta hisoblash masalasi. Bu mavzu faqat hozir pensiya olayotgan odamga emas. Pensiyaga chiqishga yaqinlashayotganlarga ham, ota-onasi yoki yaqinlariga pensiya masalasida yordam berayotgan farzandlarga ham bevosita tegishli. Chunki pensiya noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, odam oyma-oy kam pul olib yurishi mumkin. Ayrimlar esa oshirilgan miqdorni olishga haqli bo'lsa ham, hujjat yetishmagani yoki ariza bermagani uchun imkoniyatdan foydalanmay qoladi. Men bugun sizga sodda tilda tushuntiraman. Pensiya qayta hisoblash degani nima? Kimning pensiyasi oshishi mumkin? Kimda o'zgarish bo'lmasligi mumkin? Qaysi holatlarda ehtiyot bo'lish kerak? Qanday hujjatlar tayyorlanadi va qayerga murojaat qilinadi? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng ko'p uchraydigan xatolarni ham alohida aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni bilish ko'p oilalarning puliga, vaqtiga va asabiga ta'sir qiladi. Avvalo, pensiyani qayta hisoblash nima ekanini aniq qilib olaylik. Qayta hisoblash degani pensiya oldin belgilangan miqdorda bo'ladi degani emas. Davlat pensiya tayinlangandan keyin ma'lum sabablar paydo bo'lsa yoki qonunchilikda o'zgarish bo'lsa, pensiya miqdori yana bir bor tekshiriladi, hisob-kitob yangilanadi va shunga qarab summa oshishi. Ayrim holatlarda esa faqat avvalgi miqdorda qolishi mumkin. Oldin qanday edi? Ko'pchilik pensiyaga chiqqanda bir marta hujjat topshirgan. Ish staji, ish haqi, imtiyozli davrlar, farzand parvarishi davri, harbiy xizmat. O'qish yoki boshqa tasdiqlangan davrlar hisobga olingan. Keyin pensiya tayinlangan va odam har oy shu pensiyani olib kelgan. Lekin hayotda shunday holatlar bo'ladiki, pensiya tayinlangan paytda hamma hujjat topilmagan bo'ladi. Masalan, eski korxona yopib ketgan, eski korxona yopilib ketgan, arxidan ma'lumotnoma olinmagan, mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr noaniq, ish haqi to'g'risidagi ma'lumot yo'q yoki fuqaro pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etgan. Mana shunday vaziyatlarda qayta hisoblash masalasi paydo bo'ladi. 1 avgustdan qayta hisoblash haqida gap ketayotganda eng avvalo odamlar bir narsani tushunishi kerak. Hammaning pensiyasi bir xil foizga oshiriladi. Degan xulosa har doim ham to'g'ri bo'lavermaydi. Pensiyaning oshishi sababga bog'liq. Kimdadir staj qo'shiladi, kimdadir ish haqi ko'rsatkichlari qayta olinadi, kimdadir eng kam pensiya yoki bazaviy miqdorlar o'zgarishi ta'sir qiladi. Kimdadir esa nogironlik guruhi boquvchisini yo'qotganlik yoki ustama huquqi bo'yicha qayta ko'rib chiqiladi. Men eng sodda qilib aytaman, pensiya qayta hisoblanganda asosiy savol bitta bo'ladi. Sizda oldin hisobga olinmagan qonuniy asos bormi yoki davlat tomonidan pensiya miqdoriga ta'sir qiladigan yangi tartib kuchga kirdimi? Agar shunday asos bo'lsa, sizning pensiyangiz oshishi mumkin. Agar bunday asos bo'lmasa, faqat umumiy indeksatsiya yoki belgilangan oshirish bo'lsa, shungagina mos ravishda o'zgaradi. Birinchi toifa, pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan fuqarolar. Ko'pchilik pensiyaga chiqqandan keyin ham ishini davom ettiradi. Masalan, odam 2021 yilda yoshga doir pensiyaga chiqqan. Lekin 2021, 2022, 2023 va 2024 yillarda ham rasmiy ishlagan. Ish beruvchi tomonidan ijtimoiy soliq yoki tegishli ajratmalar to'langan. Bunday holatda ishlangan davrlar pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Albatta bu avtomatik ravishda har bir odamda katta oshadi degani emas. Lekin qo'shimcha staj va rasmiy daromad pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqishga asos bo'lishi mumkin. Misol keltiraman. Ahmad aka 60 yoshda pensiyaga chiqdi. Pensiya tayinlanganda uning 27 yillik staji hisobga olindi. Pensiyasi. Shartli aytganda 20 million 250 ming so'm bo'ldi. Lekin u pensiyaga chiqqandan keyin yana 3 yil rasmiy ishladi. Agar shu 3 yil tegishli tartibda tasdiqlansa, uning umumiy staji 3 yilga yetadi. Bu qo'shimcha yillar hisobga olinganda pensiya miqdori oshishi mumkin. Oshish miqdori har doim odamning avvalgi ish haqi staji, pensiya turi va amaldagi hisoblash tartibiga bog'liq bo'ladi. Ikkinchi toifa. Pensiya tayinlanganda ish staji to'liq hisobga olinmagan fuqarolar. Bu juda ko'p uchraydi. Ayniqsa 1990 yillar, 2000 yillar boshida ishlagan odamlarning hujjatlarida muammolar bo'ladi. Korxona nomi o'zgargan. Arxiv boshqa joyga o'tgan. Ayrim yozuvlar noto'g'ri kiritilgan, muhr o'qilmaydi. Pensiya jamg'armasi yoki vakolatli organ hujjat yetarli bo'lmagani uchun o'sha davrni hisobga olmagan bo'lishi mumkin. Keyin fuqaro arxidan ma'lumotnoma topadi yoki ish beruvchi tasdiq beradi. Ana shunda qayta hisoblashga ariza berish kerak. Masalan,
Gulnora opa 58 yoshda pensiyaga chiqqan. Uning mehnat daftarchasida 1928 yildan 1906 yilgacha tikuvchilik fabrikasida ishlagani yozilgan. Lekin pensiya tayinlash vaqtida arxiv ma'lumotnomasi topilmagan. Natijada shu 2 yilning bir qismi hisobga olinmagan. Keyinchalik viloyat arxividan ma'lumotnoma olindi. Endi Gulnora opa bu hujjatni topshirib, pensiyasini qayta hisoblatishi mumkin. Agar o'sha davr qonuniy staj sifatida tan olinsa, pensiya miqdori oshadi. Eng muhimi, odam bu hujjatni uyda saqlab yurmasligi kerak. Hujjat topildimi, darhol tegishli organga ariza bilan topshirish kerak. 3-toifa, ish haqi ma'lumotlari noto'g'ri yoki to'liq olinmagan fuqarolar. Pensiya hisobida faqat staj emas, ayrim hollarda o'rtacha ish haqi ham muhim. Ba'zan fuqaro yuqori maosh olgan davrini tasdiqlay olmaydi va pensiya pastroq hisoblanadi. Keyin arxidan yoki ish joyidan ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma olinadi. Agar bu ma'lumot pensiya hisob-kitobiga ta'sir qilsa, qayta hisoblash natijasida pensiya oshishi mumkin. Buni ham oddiy misolda tushuntiraman. Sobir aka uzoq yillar muhandis bo'lib ishlagan. 2005-2010 yillarda uning maoshi boshqa davrlarga qaraganda ancha yuqori bo'lgan. Pensiyaga chiqqanida aynan shu yillardagi ish haqi ma'lumotnomasi topilmagan. Natijada hisob-kitob o'rtacha pastroq ko'rsatkich asosida qilingan. Keyin korxona arxividan ma'lumotnoma topildi. Agar qonunchilik bo'yicha ushbu davr ish haqi pensiya hisobiga olinishi mumkin bo'lsa, Sobir akaning pensiyasi qayta hisoblanadi. Bu yerda bitta muhim nuansa bor. Har qanday ma'lumotnoma avtomatik oshirish bermaydi. Ma'lumotnoma qonuniy tasdiqlangan, rekvizitlari to'g'ri, imzo va muhrlar aniq bo'lishi kerak. 4-toifa. Eng kam pensiya yoki bazaviy hisoblash miqdorlari o'zgarishidan ta'sirlanadiganlar. Ayrim pensionerlarning pensiyasi eng kam darajaga yaqin bo'ladi. Davlat tomonidan eng kam pensiya, bazaviy miqdor yoki qo'shimcha to'lovlar oshirilsa, bunday pensionerlarning oylik to'lovi ham mos ravishda ko'payishi mumkin. Bu ayniqsa kam stajli, past ish haqi bilan ishlagan, ko'p yillik tanaffuslari bo'lgan fuqarolarga tegishli bo'lishi mumkin. Masalan, Malika opa umrining ko'p qismini uyda farzand tarbiyasi bilan o'tkazgan, rasmiy staji kam. Pensiyasi eng kam pensiyaga yaqin miqdorda. Agar 1 avgustdan eng kam pensiya yoki ustama to'lovlar oshirilsa, Malika opaning pensiyasi ham shu mezonga qarab o'sishi mumkin. Bunday holatda odam alohida ariza bermasa ham ayrim o'zgarishlar avtomatik qo'llanishi mumkin. Lekin men har doim tekshirishni maslahat beraman. To'lov varaqasi, bank ilovasi yoki pensiya jamg'armasi ma'lumotlari orqali yangi summa to'g'ri tushganini ko'ring. 5-toifa, nogironlik pensiyasi oluvchilar. Nogironlik pensiyasida guruh, mehnat staji, nogironlik sababi, tibbiy xulosa muddati. Qayta ko'rik natijalari muhim. Agar guruh o'zgarsa, masalan 3-guruhdan 2-guruhga o'tilsa yoki bolalikdan nogironlik, kasb kasalligi, ishlab chiqarishdagi jarohat kabi asoslar tasdiqlansa, pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu yerda tibbiy hujjatlar juda muhim. Misol uchun, Jamshid aka avval 3-guruh nogironligi bo'yicha pensiya olayotgan edi. Tibbiy komissiya keyingi tekshiruvda uning holati og'irlashganini ko'rib, 2-guruh deb belgiladi. Endi u avvalgi miqdorda qolishi shart emas. Guruh o'zgargan sanadan boshlab pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Lekin tibbiy xulosa elektron tizimda aks etgani bilan fuqaro o'z holatini tekshirishi, zarur bo'lsa pensiya organiga murojaat qilishi kerak. 6-toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu pensiya turida oiladagi mehnatga layoqatsiz a'zolar soni, farzandlarning yoshi, o'qishi, nogironligi va boshqa holatlar muhim. Masalan, bir oilada boquvchi vafot etgan, 2 nafar voyaga yetmagan farzandga pensiya tayinlangan. Keyin 3-farzand ham huquqqa ega ekani aniqlansa yoki talaba bo'lgan farzand kunduzgi ta'limda o'qiyotgani tasdiqlansa, to'lov miqdori qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Aksincha, farzand belgilangan yoshdan o'tsa yoki o'qishni tugatsa, bu ham pensiyaga ta'sir qilishi mumkin. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz to'liq hujjatlar asosida tayinlangan bo'lsa, pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlamagan bo'lsangiz, yangi staj yoki ish haqi ma'lumotnomangiz bo'lmasa, nogironlik guruhi yoki oilaviy holatingiz o'zgarmagan bo'lsa, sizda alohida qayta hisoblash uchun qo'shimcha asos bo'lmasligi mumkin. Lekin umumiy oshirish yoki indeksatsiya bo'lsa, bu baribir sizga tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun men hech kimga beparvo bo'lmang deyman. Kamida bir marta pensiya hisobingizni tekshirtirib qo'yish foydadan xoli emas. Birinchi nozik jihat,
Qayta hisoblash har doim murojaat qilingan sanadan boshlanishi mumkin. Bu juda muhim. Odam hujjatni 2 yil oldin topgan. Lekin ariza bermagan bo'lsa, har doim ham o'sha 2 yil uchun pulni qaytarib olaman deb o'ylamasligi kerak. Qonunchilikda ayrim holatlarda o'tgan davr uchun to'lov masalasi alohida tartibda ko'riladi. Agar xato davlat organi tomonidan qilingan bo'lsa, boshqa holat. Agar fuqaro hujjatni kech topshirgan bo'lsa, boshqa holat. Shuning uchun hujjat topilgan zahoti ariza berish kerak. Ikkinchi nozik shart. Rasmiy staj bilan norasmiy ishlagan davr bir xil emas. Ko'pchilik aytadi, men 10 yil ishlaganman, lekin mehnat daftarchamda 8 yil yozilgan. Bu yerda muammo shundaki, pensiya hisobida gap odamning haqiqatan ishlaganini og'zaki aytish haqida emas, balki hujjat bilan tasdiqlangan davr haqida ketadi. Agar siz norasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchi sizni rasmiylashtirmagan bo'lsa, badallar yoki soliq to'lanmagan bo'lsa, bu davrni pensiya qo'shish qiyin bo'lishi mumkin. Sud orqali isbotlash imkoniyatlari bo'lishi mumkin, lekin bu alohida jarayon. Uchinchi nozik jihat. Mehnat daftarchasidagi har bir yozuv ham avtomatik qabul qilinmaydi. Yozuvda ishga qabul qilingan sana, bo'shagan sana, buyruq raqami, lavozim, tashkilot nomi aniq bo'lishi kerak. Noto'g'ri bosilgan tashkilot nomi mos kelmaydi. Sana o'chib ketgan bo'lsa, qo'shimcha tasdiq so'ralishi mumkin. Ayniqsa eski korxonalar bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi talab qilinadi. 4-nozik jihat, ish haqi ma'lumotnomasida xatolar bo'lsa, pensiya oshish o'rniga jarayon cho'zilib ketadi. Ma'lumotnomada tashkilot rekvizitlari, davr, oyma-oy ish haqi, imzo, muhr, arxiv raqami aniq bo'lishi kerak. Ba'zan odam internetdan namunani olib, korxonadan oddiy xat shaklida ma'lumotnoma oladi, lekin u pensiya organi talabiga mos kelmaydi. Natijada hujjat qaytariladi. Shuning uchun ma'lumotnoma olayotganda bu hujjat pensiyani qayta hisoblash uchun berilyaptimi deb aniq aytish kerak. 5-nozik jihat, pensiyaga ustamalarni ham unutmaslik kerak. Ayrim pensionerlar orden, medal, urush qatnashchisi maqomi, mehnat faxriysi maqomi, nogironlik bilan bog'liq ustama. Qaramog'ida mehnatga layoqatsiz shaxs borligi kabi holatlar bo'yicha qo'shimcha to'lovga haqli bo'lishi mumkin. Lekin bu holatlar hujjat bilan tasdiqlanmasa, tizimda ko'rinmasligi mumkin. Masalan, odamda tegishli guvohnoma bor, lekin pensiya organiga topshirmagan. Natijada ustama qo'shilmagan. Buni tekshirtirish kerak. 6-nozik jihat, bank kartasiga tushgan pulni faqat umumiy summa sifatida ko'rish yetarli emas. Siz pensiya tarkibini bilishingiz kerak. Asosiy pensiya qancha, ustama qancha, kompensatsiya yoki qo'shimcha to'lov qancha, qarzdorlik bo'lsa ushlab qolish bormi? Bularni alohida ko'rish kerak. Chunki ba'zida odam pensiyam oshmadi deydi, lekin aslida oshgan. Faqat avvalgi qarzdorlik yoki boshqa ushlab qolish sababli karta tushumi kamroq ko'ringan bo'ladi. Yoki aksincha bir martalik qo'shimcha to'lov tushgan bo'ladi. Odam buni doimiy oshish deb o'ylaydi. 7-nozik jihat. Qayta hisoblash natijasida har doim juda katta pul kutmaslik kerak. Ba'zan qo'shimcha staj 1 yil bo'ladi va oshish nisbatan kichik bo'ladi. Ba'zan esa yuqori ish haqi ma'lumotnomasi topilgani uchun sezilarli oshish bo'lishi mumkin. Misol uchun bir odamda 2 odamda yil staj qo'shiladi. Pensiya 60 ming yoki 100 ming so'mga oshishi mumkin. Boshqa odamda esa 1 yillik staj va yuqori maosh davri tasdiqlanib, pensiya 300 ming, 500 ming yoki undan ko'proqqa oshishi mumkin. Har bir ish individual hisoblanadi. 8-nozik jihat, pensiya turi o'zgarsa, hisoblash ham o'zgarishi mumkin. Masalan, nogironlik pensiyasidan yoshga doir pensiyaga o'tish, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasidan boshqa turga o'tish yoki bir nechta asos bo'lganda qaysi biri foydaliroq ekanini aniqlash kerak bo'ladi. Fuqaro har doim o'zi uchun eng maqbul variantni so'rab bilishi kerak. Ba'zan odam bir turdagi pensiyani olayotgan bo'ladi, lekin boshqa turga o'tish unga foydaliroq bo'lishi mumkin. Buni mutaxassis bilan hisoblatmasdan bilish qiyin. Endi eng muhim qism, siz hozir nima qilishingiz kerak? Men bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, o'zingizning pensiya hujjatlaringizni yig'ing. Sizda mehnat daftarchasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganligi haqidagi ma'lumot, pasport yoki ID karta, STIR yoki JSHR, bank karta ma'lumotlari, nikoh yoki tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa arxiv ma'lumotnomalari bo'lsa, barchasini bir joyga jamlang. Hujjatlarni suratga olib qo'yish ham foydali. Lekin asl nusxalar alohida saqlansin. Ikkinchi qadam, mehnat stajingizni tekshiring. Mehnat daftarchangizdagi barcha ish joylarini ketma-ket yozib chiqing.
qaysi yildan qaysi yilgacha, qaysi tashkilotda, qaysi lavozimda ishlagansiz. Keyin pensiya tayinlanganda nechta yil staj hisobga olinganini solishtiring. Agar sizning hisobingiz bilan pensiya organi hisoblagan staj orasida farq bo'lsa, shu farqning sababini topish kerak. Balki bir davr hujjatsiz qolgan. Balki yozuvni to'g'ri, balki arxiv tasdig'i kerak. 3-qadam, ish haqi ma'lumotlarini aniqlang. Pensiya hisobida qaysi davr ish haqi olinganini bilishga harakat qiling. Agar sizda yuqori maosh olgan davr bo'lsa, o'sha davr bo'yicha ma'lumotnoma olish mumkinligini tekshiring. Eski tashkilot ishlamayotgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qilinadi. Agar tashkilot boshqa nom bilan faoliyat yuritayotgan bo'lsa, uning huquqiy vorisi ma'lumot berishi mumkin. 4-qadam, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Arizada aniq yozing, pensiyamni qayta hisoblashni so'rayman. Chunki falon davr bo'yicha qo'shimcha staj yoki ish haqi ma'lumotnomasi taqdim etilmoqda. Arizada umumiy gaplar kamroq, aniq asoslar ko'proq bo'lsin. Masalan, 1995 yil 2 martdan 2000 yil 20 yilgacha bo'lgan ish davrimni stajga qo'shishni so'rayman. Yoki 2006 yil 2010 yillardagi ish haqi ma'lumotnomasini pensiya hisobiga olishni so'rayman. 5-qadam. Ariza topshirganingizni tasdiqlovchi hujjatni oling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza qabul qilingan sana ro'yxat raqami mas'ul tashkilot ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar elektron topshirsangiz, elektron tasdiqni saqlang. Bu juda muhim. Chunki keyin javob muddati, qayta hisoblash sanasi va e'tiroz berish huquqi aynan shu arizaga bog'liq bo'ladi. 6-qadam, javobni kuting, lekin nazoratni qo'ldan bermang. Agar belgilangan muddatda javob kelmasa, qayta murojaat qiling. Javob yozma shaklda bo'lishini so'rang. Agar sizga rad javobi berilsa, rad etish sababi aniq yozilishi kerak. Masalan, hujjat yetarli emas, arxiv tasdig'i yo'q, davr stajga kirmaydi. Ma'lumotnoma talabga javob bermaydi. Sababni bilsangiz, keyingi harakatni to'g'ri qilasiz. 7-qadam, rad javobiga darhol rozi bo'lib ketmang. Men har doim shuni aytaman, rad javobi oxirgi nuqta emas. Agar siz hujjatlaringiz to'g'ri deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi organga murojaat qilishingiz, qo'shimcha hujjat taqdim etishingiz yoki zarur bo'lsa, sud tartibida huquqingizni himoya qilishingiz mumkin. Ayniqsa eski ish stajini tasdiqlashda guvohlar, arxiv yozuvlari, buyruq nusxalari, ish haqi vedomoslari, kasaba uyushmasi hujjatlari kabi dalillar yordam berishi mumkin. 8-qadam, pensiya tushgandan keyin yangi summani tekshiring. Faqat karta xabariga qarab xulosa chiqarmang. Pensiya organidan hisob kitobni so'rang. Qaysi asos bo'yicha qancha qo'shildi? Qaysi sanadan boshlab hisob to'plandi? O'tgan davr uchun farq to'lanadimi yoki yo'qmi? Agar siz avgustdan oshishi kerak deb hisoblasangiz, lekin sentyabrda ham o'zgarish bo'lmasa, jim turmang. Murojaat qiling va yozma izoh oling. 9-qadam. Yaqinlaringizning pensiyasini ham tekshiring. Ko'p ota-onalarimiz hujjat izlashni, ariza yozishni davlat xizmatlari markaziga borishni qiyin ko'radi. Farzandlar yordam berishi kerak. Ota-onangizdan so'rang. Pensiya chiqqanda hamma ish joylari hisobga olinganmi? Eski korxonadan hujjat qolganmi? Pensiya chiqqandan keyin ishlaganmi? Nogironlik yoki ustama huquqi bormi? Ba'zan oilada hech kim e'tibor bermagan bitta arxiv ma'lumotnomasi pensiyani sezilarli oshirishi mumkin. 10-qadam, har qanday vositachiga pul berishga shoshilmang. Pensiyani qayta hisoblash qonuniy tartibda amalga oshiriladi. Hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, siz rasmiy murojaat orqali natija olishingiz kerak. Kimdir men tezlashtirib beraman, aniq oshirib beraman deb pul so'rasa ehtiyot bo'ling. Hech kim sizga qonunda yo'q oshirishni kafolatlay olmaydi. Eng to'g'ri yo'l hujjat, ariza, yozma javob va qonuniy tartib. Birinchi vaziyat, pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlagan odam. Siz 2020 yilda pensiyaga chiqdingiz. Keyin 2002-2024 yillarda maktabda qorovul, bog'chada tarbiyachi yordamchisi, korxonada hisobchi yoki boshqa lavozimda rasmiy ishladingiz. Bu yillar bo'yicha ma'lumot tizimda bor bo'lishi mumkin. Siz pensiya organiga borib, pensiyaga chiqqandan keyingi ish davrimni hisobga olgan holda qayta hisoblashni so'rayman deb murojaat qilasiz. Natija sizning maoshingiz va stajingizga qarab chiqadi. Ikkinchi vaziyat. Ayol kishi farzand tarbiyasi sababli ishda tanaffus qilgan. Ayrim davrlar qonunchilikda stajga kiritilishi mumkin. Ayrimlari esa kiritilmasligi mumkin. Bu yerda farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, mehnat daftarchasidagi tanaffuslar, ishga qaytgan davrlar tekshiriladi.
Ko'pchilik ayollar men uyda o'tirganman, demak umuman hisobga olinmaydi deb o'ylaydi. Bu har doim ham shunday emas. Shuning uchun bolalar tug'ilgan sanasi va ish davrlarini mutaxassis bilan solishtirish kerak. 3-vaziyat. Erkak kishi harbiy xizmatda bo'lgan. Harbiy xizmat davri ko'p holatlar staj masalasida ahamiyatli bo'lishi mumkin. Agar pensiya tayinlanganda harbiy bilet yoki xizmatni tasdiqlovchi hujjat topshirilmagan bo'lsa, bu davr hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Hujjat topilsa, qayta hisoblashga asos bo'lishi ehtimoli bor. Bunda xizmat muddati, xizmat turi va tasdiqlovchi hujjatlar aniq bo'lishi kerak. 4-vaziyat. Korxona yopilgan, arxiv yo'qolgan. Bu eng qiyin vaziyatlardan biri. Lekin darhol umidsizlikka tushmaslik kerak. Avval tuman arxivi, viloyat arxivi, sobiq korxonaning huquqiy vorisi, soliq organlari, bandlikka oid ma'lumotlar, kasaba uyushmasi yoki boshqa manbalar tekshiriladi. Agar hujjat topilmasa, sud tartibida ish stajini aniqlash masalasi ko'rilishi mumkin. Bu jarayon ko'proq vaqt oladi, lekin katta staj davri haqida gap ketayotgan bo'lsa bunga arziydi. 5-vaziyat. Pensionerning pensiyasi eng kam darajaga yaqin. Bunday odamlar har bir umumiy oshirishda albatta summani tekshirish kerak. Chunki eng kam pensiya, ustama yoki kompensatsiya o'zgarsa, sizga tushadigan pul ham o'zgarishi kerak bo'lishi mumkin. Sababini so'rang. Balki sizning pensiya turiga bu oshirish boshqacha tartibda qo'llangandir. Balki tizimda ma'lumot yangilanmagandir. Men yana bir muhim gapni aytaman. Pensiya hisoblashda qo'shnimga shuncha oshibdi. Menga ham shuncha oshishi kerak degan yondashuv noto'g'ri. Ikki odam bir xil yoshda bo'lishi mumkin, lekin staji boshqa, ish haqi boshqa, pensiya turi boshqa, ustamasi boshqa, hujjatlari boshqa. Shuning uchun har bir pensiya alohida hisoblanadi. Qo'shningizniki siz uchun faqat taxminiy solishtirish bo'lishi mumkin, lekin huquqiy asos bo'la olmaydi. Yana bir masala. Qayta hisoblashdan oldin qarzdorlik yoki ortiqcha to'lov masalasini ham aniqlang. Ba'zan pensiya organi avval ortiqcha to'langan summa borligini aniqlaydi va keyingi to'lovlardan ushlab qolishi mumkin. Bunday holatda fuqaro nega kam tushdi deb hayron bo'ladi. Shuning uchun hisob-kitob varaqasini ko'rish juda muhim. Agar ushlab qolish bo'lsa, uning asosi va miqdori yozma tushuntirilishi kerak. Praktik jihatdan men sizga shunday tavsiya beraman. Bugunoq 30 daqiqa vaqt ajrating va pensiya papkangizni tayyorlang. Hamma hujjatni alohida faylga soling. Mehnat daftarchasidagi ish joylarini ro'yxat qilib yozing. Qaysi davrlar bo'yicha hujjat yo'qligini belgilang. Keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga borishdan oldin savollar ro'yxatini yozib oling. Masalan, mening jami stajim necha yil hisoblangan? Qaysi ish haqi davri olingan? Pensiyaga chiqqandan keyingi ishlagan davrim hisobga olinganmi? Menda ustama olish huquqi bormi? Qayta hisoblash uchun yana qanday hujjat kerak? Ariza yozishda ham aniq bo'ling. Men pensiyam oshirib bering deb yozish kuchli ariza emas. To'g'risi, mening 1992-2004 yillardagi ish stajim pensiya hisobiga kiritilmagan deb hisoblayman. Ushbu davr bo'yicha arxiv ma'lumotnomasini ilova qilaman. Pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Yoki pensiyaga chiqqanimdan keyin 2021-2024 yillarda rasmiy ishlaganman. Ushbu davrni hisobga olib pensiyamni qayta hisoblashni so'rayman. Mana shunday aniq yozilsa, javob ham aniq bo'ladi. Agar siz boshqa shaharda yashasangiz yoki ota-onangiz boshqa hududda bo'lsa, Davlat xizmatlari markazi elektron xizmatlar yoki ishonchnoma orqali murojaat qilish imkoniyatlarini tekshiring. Ayrim hujjatlarni elektron olish mumkin. Ayrimlari uchun arxivga yozma so'rov beriladi. Hujjatlarni yuborayotganda nusxa va asl nusxa masalasini aniqlang. Asl hujjatni hech kimga nazoratsiz topshirmang. Qabul qilinganligi haqida belgi yoki kvitansiya oling. Demak, 1 avgustdan pensiyalarni qayta hisoblash masalasida eng asosiy qoida shuki, kimning hujjatida qo'shimcha asos bo'lsa, kimning staji, ish haqi, pensiya turi, ustamasi yoki huquqiy holatida o'zgarish bo'lsa, o'sha odam pensiyasini tekshirtirishi shart. Hamma bir xil oshadi deb kutish noto'g'ri. Lekin hech narsani tekshirmay, meniki oshmasa kerak deb o'tirish ham noto'g'ri. Men sizga ekspert sifatida maslahat beraman. Pensiyangizni oddiy karta tushumi sifatida emas, huquqiy hisob-kitob sifatida ko'ring. Har bir yil staj, har bir to'g'ri ma'lumotnoma, har bir qonuniy ustama sizning oylik daromadingizga ta'sir qilishi mumkin. Bugun tekshirilmagan 100 ming so'm bir yilda 1 million 2 ming so'm bo'ladi. Agar oshish kattaroq bo'lsa, oilaviy byudjet uchun bu juda sezilarli pul. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing.
pensiyangiz qayta hisoblandimi? Qancha oshdi? Qaysi hujjat yordam berdi? Boshqa tomoshabinlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bir kishining emas, butun oilaning manfaatiga xizmat qilishi mumkin.